Assalomu alaykum Asqar aka. Oldi bilan diyorimga kelgan qadimingizga marhaba. Mush munosabat bilan sizning barliq naqsh mastonlaringiz nomidan shundaqla diyorimdagi barliq to'rdoshlar nomidan sizga samimiy salom yo'llaymiz. Eng oliy ehtiromimizni bildiramiz. Rahmat sizga. Rahmat sizlarga. Assalomu alaykum. Yaxshimsizlar? Diyorimdagi qarindoshlar. Bugun biz Matiyar kelib sizlar bilan mundosh qilib keldik. Ko'ngil nima so'raydigan savollar bo'lsa so'rab birga parangdashib mushtaq o'tirayli. Men bu birinchi qatam shu Shinjon ketib mushtaq to'rda mushtaq birinchi qatam hala bilan so'zlashgan. Mushtaq o'zimizning milliylar bilan shundaq bizam so'zlashim bor. Uyg'urcha shundaq yaxshi deyamsanmi? O'zi ko'nglim qanchalik xursand qanchalik sizlar bilan parangdashqim bor. Amsa Asqar aka, bu qitim shu Shinjonga, ya'ni Urumchi kelishingizda alayda bir xil plan, alayda bir xil maqsadlar bor. Mushaqt paranglashib baqqan bo'lsa. Maqta shu meniki tunchi qitim taqatgan shu o'zimniki naq maydondagi naq bir DVD taqtishni shu hozir ikkinchi kun bo'ldi taqat qilsam ham yerda setildi emas. Men rost desam har qata kelish kelganda shundaqmishlar shu Shinjonlik bolalar bilan yo'g'un yaxshiroq bir hozir degan bilan shu bizning Shinjon mushnaq naq maydon bundaq muzika o'ynaydiganlar texm az bo'la qapti. Diyanshi deymiz chiqqanlarimiz shu yolg'ondan yetib bushtaq narsani hozir bizning Shinjonda emas, shu Jumgo'da chiq diyanshdan to'psam tashlaq bor. Bizim ba'zan vaqt Jumgo'da diyanshdan chiqsa qarshi vaqtda o'zimiz deymiz, o'zimiz naq maydon yetish amroq. Shuningga bundaq naq maydon o'ynashni menmu raskapdan shundaq yaxshi ko'ramiz. Mushtaq o'ylimchi bundaq plarimchi bizniki bundaq naq maydonda bundaq bir o'rinlash bundaq bizniki bundaq ninglis bog'bon ekan. Bundaq bog'bon ekan biz qilmaydi qilamiz. Yani desek bizning mushaq Shinjondagi muzikchilar, muzik bizning kichik vaqtdan boshlab xalqlar bizning mushaq deydi, ningosha bu deydi, usulchi, naqshi, bundaq ham bir tuqqandanlar boshlab o'qidi degan bu rost gap. Lekin sizningcha bizniki ham naqsh ayta oladigan, ham usulga o'ynay oladigan mushta ortiqchiligimiz bo'lgan bilan mushaq tirishayotganlar. Hozir pek az. Burunda biz kichik vaqtimizda muzik o'ynaydiganlar hozir mundaq xalqlar mushaqlar ba'zanlar ko'rgan shu Asqar Beyjing biribdi, Beyjing birib nomini chiqiribdi. Mundaq yarashib chiqdi, mundaq tayyorsiz taqatdi, Asqarni pul baka deb mundaq o'ylaydi ba'zanlar. Lekin biz u yer birisining maqsadimiz bizning maqsadimiz shu bizning millatni qanday sir tunishtirishgan o'zi bundaq chiqnaqsh etib qo'ygan bilan hisob bo'lmaydi. Bizning millatniki madaniyatni qanday axloq tunishtirish ma'lum hamda muhim. Bunday ishlarni biz o'zim yolg'iz qilsam bo'lmaydi. Mening afishimda. Lekin men qilmasam bo'lmaydi. Men mushtaq bir bizimiz bir Uyg'ur millat bo'lgan ekan. Men o'zimniki kuchimni chiqqanini men qilaman.
xato qilsammi to'g'ri qilsammi man qilma o'sha qilmagandan yaxshiroq degan xato qilsam haqlarni tilasin mayli karim yo'q kichik vaqtdan boshlab haqlarni tilaydi eng shu tunji qitim shu Luingdan taqatgan vaqtda ba'zilar aytdi voy Asqar Uyg'ur naqshini etmaydi xasus naqshini etdi deb aytdi vaqtim karim yo'qdi u vaqtmi bakmi hozir u vaqtda yosh bo'lgan ekan mushtaq ishlar kasb biz degan vaqt yoshlar degan hozir bizning bolamiz sizlarmi shu mushtaq bir dars kasb bakmi qo'rqmaysizlar yosh bo'lgan ekan hozir qo'rqmay bir ishni qilaveringlar o'zingiz atarimiz bizning atarimiz biz o'rgatgan qav yaxshi qav eski o'zimiz uqimiz biz to'g'ri kapsizlik hammadamda kapsizlik yo'q bo'lsa bo'lmaydi kichik vaqtida o'zbek yavash bo'lib hech narsa ingoq cho'ng bo'ladi u yerda hech narsa qilmaydi hozir kapsiz bo'lsa yaxshiroq bizmi kapsiz bo'ladi ekan bundaq u eski emas hozirgi bolalar degan undaq o'ynaydigan vaqtim yo'q bizning bolamiz mana shu kunda mush muzikani anglaydigan vaqtim oz hozir shu mushtaq vaqtida endi biz shu hozir yoshlarda bundaq chiqyapti muzika o'ynaydiganlar chiqqan bilan lekin voy degudak bundaq jonliq bolalar yo'q hozir hammasi nominim chiqdi tez taqat mush Shinjong tez taqatgan odamlar